Men yangi kelinchak edim. Hali uyimizda hamma narsa joyiga tushib ulgurmagandi. Bir kuni vannaxonamizdagi kran buzilib qoldi. Yoqda ozimcha ustalik qilmoqchi bo'ldim, ammo bo'lmadi. Oxiri majburan qo'limga telefon olib, mahalladan bironta usta chaqirishga to'g'ri keldi. Ko'p o'tmay eshik jiringladi. Eshikni ochsam, qarshimda qaddi-qomati kelishgan, yoshi 25larga borar-bormas, chiroyli tabassumli bir yigit turardi. Qo'lida asboblar qutisi, yuzida ishonch bilan qarab turardi. Uning nigohi menga bir zumda ta'sir qildi. "Assalomu alaykum, opa, sizning vannangiz buzilibdi, to'g'rimi?" dedi u muloyim ohangda. Men unga qarab biroz hayajon bilan: "Va alaykum assalom, ha, shunaqa, marhamat, ichkariga kiring", dedim. U kirdi, vannaxonaga yo'l oldi. Men esa kozimni undan olib qocholmasdim. U qutisini yerga qo'yib, kranni asta yecha boshladi. Uning har bir harakati ishonchli va mahoratli edi. Menga galati bir iliqlik berardi. Bir mahal u yon cho'ntagidan kalit izlar ekan, bexosdan qo'limdan tutib qoldi. Go'yoki u ham sezmasdan qilingan harakatdek tuyuldi. Ammo qo'li issiq, kuchli va bir oz tebranib turgan qo'llarimni mahkam his qildi. O'sha lahza yuragim tez ura boshladi. Ichimda uyg'ongan hissiyotlar meni chalgitdi. Ko'zlarimni olib qochdim, ammo u tabassum bilan qarab turardi. Uning qo'li hali ham mening qo'limni asta ushlab turardi. Men esa qaltirab ketdim. Yuragim go'yo tomogimga tiqilib chiqayotgandek, lablarim quruqshab, nafasim tezlashib ketdi. U bir zum jim qoldi, so'ng ko'zlarini menga qadab: "Kechirasiz, bexosdan ushlab qoldim", dedi, ammo nigohi butunlay boshqacha edi. Go'yo u gapidan ko'ra ko'zi ko'proq narsani aytayotgandek tuyulardi. Men jilmayib qo'ydim. "Hech qisi yo'q", dedim, ammo ovozim titrab chiqdi. U esa asta qo'limni qo'yib yubordi, lekin barmoqlarning izi, iliqligi hali ham terimda qolgandek edi. U yana ishlashga tutindi. Men esa yonida tik turib qoldim. Nega ketmadim, bilmadim, ichimda qandaydir kuch uni kuzatishga majbur qilardi. U qulfni ochib, suvning taqillatib oqayotgan ovozini tingladi. Sochining bir necha tolasi peshonasiga tushib qolgandi. Men esa bilmay qoldim-u, qo'limni uzatib, u tolani yuzidan surib qo'ydim. O'zim ham hayron bo'ldim. U ko'zlarini katta ochib menga qaradi, so'ng jilmaydi. "Rahmat", dedi past ovozda. O'sha lahza orasimizda begona bo'lmagan bir tuyg'u tugildi. Vannaxonada suvning tomchilashi, hidi va bizning sokin ovozlarimizgina eshitilardi. Unga yaqinroq turib qoldim. U esa birdan to'xtab menga yuzlandi. Nigohlari meni butunlay o'ziga tortardi. Yuragim hapriqib ketdi, qo'llarimni qayerga qo'yishni bilmadim. Shunda u qo'lidagi kalitni asta chetga qo'ydi. Bir qo'lini sekin ko'tarib mening yuzimga tekkizdi. U qo'l shu qadar iliq ediki, men ko'zlarimni yumib yubordim. "Siz juda chiroyli ekansiz", dedi u shivirlagandek. Mening quloqlarim qizarib ketdi, ichimda ehtiros va qo'rquv aralash tuyg'u uyg'ondi. Shunda ko'zlarimni ochib unga qaradim. Bizning nigohlarimiz shu qadar yaqinlashgandiki, bir qadam tashlasa, lablarimiz tegib ketadigandek edi. Men nigohimni undan uzolmasdim. O'sha payt yuragim shunchalar tez urardiki, go'yo butun uy eshitib qo'yadigandek edi. Yigitning ko'zlari chuqur, sokin, lekin ichida yashiringan bir issiqlik bor edi. U nigohlari bilan nimadir so'rardi, nimadir taklif qilardi. "Siz yolg'izmisiz?" deb so'radi u nihoyat. Ovozi past, lekin qat'iy edi. Men hayron bo'ldim. So'zni qayoqqa burayotganini sezib jim qoldim. Bir necha soniya ichida menda ikkita tuyg'u uyg'ondi, biri ehtiyotkorlik, boshqasi esa yuragimni junbushga keltirayotgan ehtiros. "Eshim tashqarida", dedim arang. U menga bir qadam yaqinlashdi. Uning nafasi yuzimni silab o'tgandek bo'ldi. Men esa ortga chekinmadim. Balki chekinishni istamadim. Shu mahal qo'llarimni ikki kafti bilan ushlab oldi. "Men sizni ko'rgan zahotimdan qalbim titradi", dedi u asta. Uning so'zlari yuragimni larzaga soldi. Men ko'zlarimni yumdim. Qo'llarim esa asta-sekin uning qo'liga moslashib, unga ergashayotgandek edi. U yuzimga yanada yaqinlashdi.
Lablarimiz bir-biriga tegishi uchun faqat yarim qadam qolgandi. Men og'zimni butunlay yo'qotdim. Ichimda qandaydir ovoz to'xta desa ham